20 yildan so'ng. Hikoyadagi voqea qorong'u tunda shamoliy Nyu-Yorkning biznes ko'chalarida sodir bo'ladi. Qorong'ulikda temir buyumlar sotiladigan eshik yonida politsiyachi bir erkak turganini payqab qoldi. Politsiyachi ko'chada vajohat bilan harakat qilar edi. Havo nam, hali soat kechki 10 bo'lib ulgurmagan bo'lsa-da, qattiq esayotgan shamoldan yomg'ir hidi kelardi. Ko'chalar deyarli bo'm-bo'sh edi. Politsiyachi birdan qadamini sekinlatdi. Qorong'ulikda do'kon eshigi yonida og'zida yondirilmagan sigareta tishlagan bir odam turardi. Politsiyachi unga yurgan zahoti u tez-tez do'stini kutib turganini gapirib ketdi. Mana shu uchrashuvni 20 yil oldin kelishib olishgandi. Kishi bu do'kon turgan joyda ko'p yillar ilgari ota Joe Bread restorani bo'lganini aytdi. Politsiyachi 5 yil oldin bu restoran buzib tashlanganini tushuntirdi. Notanish kishi gugurtni chirt yoqib sigareta tutatdi. Gugurt alangasida uning yuzi, o'tkir ko'zlari va o'ng qoshi yonidagi kichkina oq chandiq ko'rindi. Yupqa bo'yinbog'dagi yirik olmos ko'zli to'g'nog'i charaqlab ketdi. Bugun ota Bredida mening eng yaxshi do'stim Jim Uels bilan birga ovqatlanganimizga ro'ppa rosa 20 yil bo'ldi. Tong otishi bilan men baxtimni qidirib g'arbga yo'l oldim. Jim meni esa Nyu-Yorkdan sug'urib olish o'limdan qiyin edi. Xullas o'sha oqshom biz rosa 20 yildan keyin uchrashishga kelishdik. Hayotimiz qanday kechmasin, taqdir har qancha uzoqqa uloqtirmasin, o'sha kun, o'sha soatda uchrashni shart qilib qo'ydik. Politsiyachi juda qiziq ish bo'lganini aytdi. Xo'sh, ajrashganingizdan keyin oshnangizdan domdarak topoldingizmi? Boshida xat yozib turdik. 1-2 yildan so'ng bir-birimizni izsiz yo'qotdik. Ammo iymonim komilki, agar o'lib ketmagan bo'lsa, Jimmy shartlashilgan joyga albatta keladi. U bashang soatini chiqardi. Soatning qopqog'iga mayda olmos donachalari qadalgan edi. U agar mening yarim omadim Jimmyga kulib boqqanida do'ppimni osmonga otardim dedi. Politsiyachi tayog'ini aylantirib bir qadam olg'a yurdi. "Bo'pti, men boray." U eshiklarni ko'zdan kechirgancha kelgan yo'lda davom etdi. Necha ming millab yo'l bosib kelgan kishi esa do'stiga bo'lgan va'dasida turmoq uchun sigarasini tortgancha kutib qolaverdi. 20 daqiqacha o'tgach, uning oldiga paltosini qulog'igacha ko'tarib olgan baland bo'yli odam keldi. "Bu senmisan, Bob?" so'radi u ishonqiramay. "Sen Jimmy Uelsmisan?" o'sha zahot javob qaytardi Bob. "Yo Parvardigor", dedi novcha odam qo'llarini tutib. "Qara-ya, Bob ekaning kunday ko'rinib turibdi. Agar hali ham yorug' olamda bor bo'lsang, seni kelishingga zarra shubha qilmagandim." Mahalla burchagida dorixona do'konining chirog'i miltirardi. Yorug'ga yaqin kelib, bir-birining yuziga ko'z tashlashdi. "Siz Jim Uels emassiz?" dedi u shartta. "Gap bunday, Bob. 10 daqiqa bo'ldiki siz hibisdasiz. Sizni politsiyaga topshirishdan oldin mana bu xatni oling." Xatni o'qib bo'lgach, uning qattiq qo'llari xiyol titradi. Xat qisqagina edi. "Bob, men tayinlangan joyga vaqtida keldim. Sen gugurt chaqqaningda men Chicago qidirayotgan odamning basharasini tanib oldim. Men bu ishni o'zim qila olmasdim va seni hibsga olish uchun o'zimizning mahalliy agentlardan birini yubora qoldim. Jimmy."